Bolalarda meteorizm. Meteorizm o'zi nima? Meteorizm qorinning dam bo'lishi, ya'ni ichaklarda ortiqcha gazlarning yig'ilishi bilan bog'liq holat. Bolada qanday klinik holatlar kuzatiladi? Bola ichaklarida gaz pufakchalari ko'p miqdorda yig'ilib qolishi oqibatida bola qornida chidab bo'lmas darajada kuchli og'riq yuzaga keladi. Bunday vaziyatda nima qilishimiz kerak va bolaga qanday yordam bera olamiz? Tabobat usullaridan arpa badyan va shivit moyli suvlardan foydalanishgan. Keling, bular ta'sir xususiyatlarini ko'rib chiqsak. Bular ichaklar peristaltikasini, spazmi va uning oqibatida kelib chiqqan stresslarni bartaraf etadi. Zamonaviy meditsinada hozirgi kunda simetikondan foydalaniladi. Simetikon ta'sir mexanizmi ichaklarda hosil bo'lgan gaz pufakchalarini yorib, gazlarni tez chiqib ketishiga yordam beradi. Shunday ekan, keling, men sizlarga yuqoridagilarning 3tasi birda mujassam bo'lgan eng samarali preparatni tavsiya qilaman. Maxikol tarkibida simetikon, arpa badyan va shivit moylarini saqlaydi. Maxikolning afzalliklari: 0 yoshdan qo'llaniladi. H muqitiga ta'sir qilmaydi, qonga so'rilmaydi, fermentlar ishiga ta'sir qilmaydi, ovqat so'rilishiga ta'sir etmaydi, organizmga foydali bo'lgan saprofit bakteriyalarga ta'sir etmaydi. O'z vazifasini bajarib, ichaklar orqali o'zgarmagan holda chiqib ketadi. Shunday ekan, men sizlarga eng xavfsiz va eng samarali bo'lgan preparat Maxikolni tavsiya etaman.